Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun Navapili. Bu nafil namazlarniki o'qishniki babi deydi endi. Ya'ni nafil namoz qandoq bo'ladi? Qancha rakat bo'ladi? Qaysi namozdan keyin qancha rakat o'qiymiz? Qaysi namozdan keyin o'qiymiz? Qaysi namozniki oldi kaylarida yo'q? U qancha rakat? Men mushning ustidagi nima u bab, men mush to'g'riliq so'zlandi bu babda deydi endi. Endi Meni oldingi darsimizda bir odam namoz o'qiyotgan vaqt yuzida namozni ichi turib shundoq tarsinib ketgan bo'lsa, uni qanday qilamiz? Undan keyin bir odam namozni qazo qilayotgan bo'lsa, qazosi qilish uchun, ya'ni qayta o'qish uchun vaqt o'tib ketibdi. Ya'ni vaqtida o'qiy olmay u namozniki o'zini vaqtidan o'tkazayotgan bo'lsa, u namoz qazo bo'lib ketdi deymiz. U vaqtidan keyin qilingan namoz jazman qilinish kerak, u vojib. Shu namozni qazo namoz deb qilamiz uni. Undan keyin yuqorgi darsimizda qanday namozniki qazosini qildiganligimiz, ya'ni farz namozni qazosini qildiganligimiz, vojib namoz bo'lgan vitrnikini ham qildiganligimiz, ammo bayram namozi, ikki bayram namozniki o'zini buni qilmaymiz, qazosi qilmaymiz, ammo sunnatnikini ham qilmaymiz. Ammo bomdodniki sunnat bo'lgan bo'lsa, bomdod qazo bo'lib ketgan bo'lsa farz bilan birga, u chaqniki o'zida qanday qilgan bo'ldi? Uni shu kunlik bomdod namozniki sunnati bilan birga qazosini farz bilan birga sunnat qilgan bo'ldi. Endi hozir o'qimoqchi bo'lgan darsimiz yani farz namozdan boshqa namozlar var. Yani vitrdan boshqa namozning o'zini nima deymiz uni? Nafil namoz deymiz. Masalan, peshinniki bomdodning oldida 2 rakat sunnat. Undan keyin peshinniki oldida 4 rakat, peshindan keyin 2 rakat. Namoz shamdan keyin 2 rakat, xubtandan keyin. Mana o qancha rakat bo'ladi? 2 rakat bo'ladi. 2 rakat bo'lgandan keyin u chaqniki o'zida bu umumiy yuzi qancha bo'lgan bo'ladi? 12 rakat bo'lgan bo'ladi. 12 rakat bo'lgandan keyin mana bu shu 12 rakatniki o'zini mana o'qisak u qanday bo'ladi? Mana shu 12 rakat deydi. Mana shu namozniki o'zini nima deymiz uni? Mana bu yerga sunnat, ya'ni sunnat rotiba deymiz. Endi nafil namoz deganniki bir atalıq sunnat namoz deymiz. Onun umumiy atılışı nafil namoz. Endi sunnat namozning o'zi 2 xil. Birisi rotiba. Rotiba degan kunda farz namoz o'qigan vaqtimizda bekitilgan ya oldi oxirida o'qilgan, muqim o'qilgan sunnat nima deymiz? Tartib bilan o'qilgan, uni sunnat rotiba deymiz. Endi birisi g'ayri rotib. G'ayri rotib degan, masalan tahajjud namoz, chash vaqti namozi, undan keyin kun azroq chiqqandan keyin ishroq namozi deydi u. Ham u masalan peshinniki sunnatni burun o'qiydigan namoz, undan boshqa asrdan burun o'qiydigan bir 4 rakat bir sunnat var. Biz umumiylikni o'qimagan, ammo qolgan sunnatdek unday nima emas. Mana shu sunnat namozda va undan keyin bomdod namoz sham namozidan keyin mesela 10 rakat, bir qancha rakat o'qiydigan mushundaq namozlar var. Bu sunnati g'ayri rotiba. Bu namozning o'zi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana o'qigan degan rivoyatlar ko'p bor. Mana buni nima deymiz? Uni g'ayri rotiba deymiz. Endi bu sunnat namozni nima o'qiymiz? Nafil namozni. Nafil degan o'shiq degan gap. O'shiq ziyoda degan gap. Bizga asli farz bo'lgan narsa qaysi namoz? Farz bo'lgan narsa ash farz namozi shu. Bu Alloh buyurgan namoz, bu asli. Endi undan boshqa namozniki o'zi nima bo'ladi o? O'shiq. Yani o'shiq degani o'qimisini bo'ldi deganlik emas. Ya'ni farzga nisbatan o'shiq degan gap. Uni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yo'l qo'ygan. Farz asli bo'lgandan keyin uni qarta bir odamni qilish tegishlik, ya'ni o'shiq, ya'ni ziyoda deymiz. U ziyoda nima qiladi? Mana Alloh taologa yaqindochilik qilish uchun. Farz namoz masalan kam bunda bir o'shiq kam bo'lib qolgan bo'lsa, uni to'liqlash uchun. Ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga mana u ya'ni ma'qul deb, ya'ni agish uchun. Allah Teala yakındachilik qilishimiz uchun, bizning gunohimizning mag'firat bo'lishi, gunohimizning afv qilishi, Alloh bizning gunohimizni afv qilishi, payg'ambar alayhisolatu vasallam sunnatiga mana o'qish orqali payg'ambar sollallohu havuz kavsar
Men o dunyoga borgan vaqt o'zida sunnatga amal qilishning bir nimasi Peygamber a dunyoga borgan vaqtida Havuz Kavsarga o'zniki ummatlarini apirdi. Men shu yerga daxil bo'lish uchun ma dunyoda Peygamberning qon sunnatlarini, buyurgan sunnatlar qilishimiz kerak. Shu qatorda bomdodniki nimalar nima? Shu sunnat nimalar bor? Namoz bor. Bu sunnat namoz deb o farzın töven, o acip bo'lmagandiki, farz bo'lmagandiki oddiy qarasak çok bo'lmaydi. Bo'libmi? Men Peygamberimizniki mushu degandek sunnat ratib bor. Men mushu sunnat ratibiniki o'zi bu nima o? Eng nima bo'lgan bo'ladi? Meni eng kuchli bo'lgan bo'ladi. Endi şu sünnet namazını işte dep çok koyup koymuş yani nafl namazı yani a taraftan nafl degeldikten o uş okusam oldu okumsa to'g'ri ama onunki payızı çok aşından nima o cık. Endi nafl namazı kelgan vaqtimizda men bu nafl namaz ancha rakat o'qiymiz, mancha rakat o'qiymiz deganlikniki o'zidan nereden belgilandi? Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki hadisi va o'ziniki qilgan sunnatidan. Shuni belgilaymiz. Bir adam qo'pib bu ma farz namazın aldı kendine mesela ağır namazı okuman sünnet diyamaydı. Bu yerde kitapta deyvatkan hemmisi Kur'an bilen hadis. Neki yüzüdü buludu. Bu hadis. Hadisin umumüzü yoğurlap yani o cemlep onu resmi tertip selip kılgan nime o ibadet. Bu nime o fikir. Bunu fikir deyimiz. Bu yerde bir adamın ma kitabını yazıp mesela El-İhtiyar Rital Muhtarını yazıp okuduk. Bu adamın gitmez. Bu Kur'an bilen hadisdeki umum mezmunun faqih adım bo'lgan ekan. Shuni de umum mezmundan andaki boshqa kitoblarda yig'inchoqlab, mana qisqalabla ipchoq qoidis. Gap bu. Bu yerdamda nafl namozining o'zini Payg'ambar yo'l qo'ydi. Shu Payg'ambarning yo'liga asosan, hadisga asosan bekitilgan nima o namoz. Endi nafl namozi kelgan vaqt o'zida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shuna degan. Nima degan? Men sabira alasnata yasharta rakatan fil yawm wal laylati benallahu lahu beyte fil cenneti degan. Bir adam kecha va kunduzda 12 rakatga o'qishni davomlashtirsa, sabira degan davomlashtirsa gap. Ya'ni bir adam kecha va kunduz 12 rakatdagi o'zini mana davomli o'qitdi. Ya'ni uni nima qilmay, tark etmay. Mana ashuna o'qgan bo'lsa, Alloh bu odamga cennetde bir uyni nima qiladi? Yasaydi. Onda onun için cennet kirsek, cennette birden uyimiz olsun desek, biz qanday qilishimiz kerakkan? Mushu 12 dona sünnet var, 12 rakat sünnet var. Mana bir kech kunduz o'qilgan, shuni davomlicha o'qishimiz kerakkan. Ondaki cennet kirsek, bizga nima qiladi? Alloh uychu yasab berdi ekan. Yani uy berdi ekan bizga deydi, masalan, uy berdi ekan. Onda onun için mana Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning mush hadisiga asosan mana bir kech kunduzi o'qilgan 12 rakat sünnet var. Bu sünnet ratibe deymiz. Biz ham hozir mushning ustida to'xtalamiz. Ammo undan boshqa mesela çashvah namazı, hojat namazı, istig'for namazı, istixora namazı, tahajjud namazı deganidek unda namoz bu yerda shu deyilmaydi. Bu yerda namozga aloqador bo'lganligi namozning oldi oxirida o'qilgan muhim, muntazam o'qilgan sunnatni gapini qiladi endi. Mana sunnat ratibedeki mana bu yerde asli menfaati nerede o? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki mana hadisdan şu nima qilgan chiqqan. Mana 12 rakat dedi. 12 rakat qavun. Bablardaki aldığındaki 2 rakat sünnet. Peşindeki aldığındaki 4 rakat sünnet. Peşindeki ikinci 2 rakat sünnet. Şunun bilan bu qancha oldu? Bu 4 yine 8 oldu. Namazdan keyin qancha rakat? 2 rakat sünnet. Mana xutdan keyin 2 rakat sünnet. Shuni 4 qancha oldu? 12 bo'lgan bo'ldi. Mana deydi Payg'ambar men mushu 12 rakat sünnetning o'ziga kechimi kunduz davomlashtirgan bo'lsam, mana mush shakl bo'yicha u odam jannat kirgan bo'lsa, jannatda Alloh taolo birdan uy nim qildi, yasab berdi. Biz ham shu uyga erishmoqchi bo'lsak, mana mushu sunnat ratib bo'lgan, mushu 12 rakat sunnatniki o'zini nima qilishimiz kerak ekan? Davomli tark etmay o'qishimiz kerak ekan. Endi bu sunnat ratibe. Endi undan boshqa yine peşinden keyin 4 rakat sünnetning o'qishni mustahab qilinadi. Ya'ni peşini olib 4 rakat o'qiymiz ya, keyin nima
ikki rakat sünnet. Yani uningdagi 4 rakat o'qish o eng afzal nima o? Mustahab. Yani sünnet derecede emas. Peygamber ba'zida o'qigan, ba'zi tark etgan. Mana uni o'qisaqmi nima bo'ladi? Uchu yaxshi bo'ladi. Endi yana mustahab deb qaralgan namoz qavmi. Namaz asrniki oldida 4 rakat sünnet. Mana namozning oldida, namozganing oldida o'qilgan 4 rakat sunnatning o'zi. Mana bu mustahab, ammo sunnati rotibi degidek unda mustahkam sunnatchi emas. Endi buni o'qisak nihoyat yaxshi. Ammo bizniki rayonlarimizda umumiylik Uyg'urlarniki, Sharq Turkistondagi rayonlarda bu namozganiki oldida o'qilgan 4 rakat sunnat umumlashmadi ekan. Chunki mustahab deb qarab, endi onundan başka yarılar joylarda mesela biz mesela turayotgan yerda mayada hamma yerda o'qiydi. Mayada asrdan burun mesela diğer namoz var. Asrdan burun biz kirib qolsak hammasi azn o'qib bo'lgandan keyin 4 rakat sunnat o'qiydi. Bu odatlanib turmaydi. Bizning o'rayolarimizda mustahab deb oddiy qarab uni odatlanmaydi. Ammo o'qisak nima ekan u yaxshi ekan, uni tark etmasak-chi bo'ladi. Yana namoz shamdan keyin 4 rakat bir nafl namoz var. Namoz shamniki farzini o'qiymiz, 2 rakat sunnat va sunnat rotiba. Uningdan keyin qancha rakat sunnat va 6 rakat sunnat va. Me bu nima o? Mustahab. Sunnatni sal nima o? Töven. Yani shuningdek xutbanniki oldida 4 rakat nima va sunnat va. Mesela 4 rakat xutbaning oldida biz xutbadan keyin 2 rakat nima va sunnat rotiba va. Xutbanniki oldida mana qancha rakat sunnat va ekan? 4 rakat. Yani mustahab namoz ekan. Yana xutbandan keyin yana 4 rakat nima va? Mustahab namoz va. Yani sünnet emas, sünnet ratib qancha eti xutbandan keyin 2 rakat. 2 rakatdan keyin ondan keyin 4 rakat nima va? Yani sünnet mustahab namoz va. O'qsaq nima o? Yaxshi. Alloh savob beradi, ajrimizni taximiz ziyod qiladi, Allohga yaqinlashimiz. Men bu nima mustahab. Endi mustahab namozniki o'zidan yeni bir namoz var. Mana o'qiladi, jumaniki oldida 4 rakat sunnat. Mana juma kuni jumaniki oldida 4 rakat sunnat o'qiymiz zodi. Biz davomli o'qiyotimiz. Yana jumadan keyin yana 4 rakat sunnat var. Shunday 4 rakat sunnat var jumaniki oldi oqida, oldi 4 rakat, oxiri 4 rakat bu nima u mustahab. Mustahab o'qsaq nihoyat yaxshi. Payg'ambar qildi zot buni da bu adam o'zida vaqt gap emas. Buniki degandiki hammasi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadis var. Shu hadisga asoslanib degan shu gap. Bu nima u? Yuqorqidek nima emas u? Nihoyat sunnat ratib bo'lgan, nihoyat cho'ng, chin bir sunnat shu emas. Ma uni nima? Töven, shu mustahab deydi. Mustahab degan gap nima degan gap? Sunnat degan gap. Sünnet degan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki mana yo'li degan gap bo'ladi. Ya'ni biz shu 12 rakat sünnet o'qisak Peygamberimiz yo'ldamagan bo'lamiz. Hamda mustahab degancha sunnati sal tovarroq, uni o'qisak bak yaxshi, Alloh savob beradi, ammo o'qimasak nemish o'qimading deb o'chanimizda uncha kayıp ketadigan ish yo'q. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki mana Havuz Kevser ve şefaat degan nail olmaymiz degan gap yo'q. Ammo hamda nail olmaymiz deb uni tark etib olsak ham obdan bo'lmaydi. Bo'libmi? Shu 12 rakat sunnat ratib va buni qat'iy tark etish bo'lmaydi. Mana u Payg'ambar sunnati tark etsak, o'chamizda cho'ng bir gunoh bo'ladi. Ham yaxshilikka erisha olmaymiz, Payg'ambar shafaatiga erisha olmaymiz. Havuz Kevserga Payg'ambarniki dunyoga ep qo'ygan bir duosi var. Uni nail olmaymiz. Şunun için Peygamber öz bak etken sünnet emellerindeki üzüge bunu qat'iy boşanışlık qilmay sal qarmay qilishimiz çok gerek. Endi xo'sh. Endi nafl namoz. Şuna nafl namozning o'zi farz degan zot o'qimasak bo'lmaydi. Nafl namoz degan gap endi sunnat va mustahab degan namoz. Endi bu namozniki o'qishniki o'zi farzak unda musakkamchi emas. Shuna musakkamchi emas. U farz namozning o'zi o'qiyamasa vaqtidan qazosini qilishchi, nima qiladi? Qazosini qilishchi ketadi. Endi sunnat namozchi qilsak yaxshi. Nihayet Peygamber sunnati bo'yicha qilamiz. Ammo
Onu sal qarab, onu inkar qilib, "Bana unda qo'p payg'ambar nima debdi-ki, uni Qur'onga asl emas" deb qo'ysak, o'chanizda bizniki iymonimiz chataq bo'ladi. U amalimiz botil bo'lib ketadi. Ammo sunnat o'qiydiganmiz, ham ishimiz chiqib ketdi, o'qiyman deb yurib, mundaq bir o'qib ketdik. Uni biz rasmiy hurmat qilib, ishilib, e'tiqod qilib, payg'ambar sunnat deydiganmiz. Ammo sunnat mana u payg'ambar nima qilibdi, ish tugidi uniki. Sunnat qilmasa, farz o'qisak bo'ldi emasmi desak, o'chanizda dindan rasmiy chataq bo'ladi endi. Endi nafl namoziga o'zini o'qishniki oldida majbur emas. Ammo o'qib buzib etishniki o'zi o'qibdi mesela sunnat degan o'qisam bo'ldi deb bir rakat yo 2 rakat o'qiblar. O odam apirib qanday qilibdi? Buziblar boshqa kishi ketibdi. O'chan o'zida shu o'qigan sunnat namozidagi qazosi qilish kerak. O'qishning oldida qazosi ketmaydi u. Ammo shunday qildi, gadan Allohu akbar quloq qaqdimi? U odam gadaniga sunnat o'qigan narsa vojib aylanib ketadi. Unda o'qiganiki u odam o ishni qilmasi kerak. Qilib qolgandan keyin u buzmay uni oxiriga shu chiqarish kerak. Mana bundoq cho'p bo'ladi. Shuni ma kitobdagi o'zida mana nafl namozidagi o'zi boshlaganlik sababidan mana uni chu qilish kerak. Muziyan. Yani onu qilmasak cho'p bo'lmaydi. Nafl namozining o'zini tatavvun, nafl sunnat namozidagi va ibodat ro'zadagi o'zini shu boshlagan amani Alloh akbar degandan keyin uni tugatmasa bo'lmaydi. Bu vojib. Bu o'qishning oldida vojib emas. Shundan o'qidiqma vojib ketdi. Ham qazon vojibchi bo'ladiki, o odam ash namozdagi nafl namoziga o'zini yo alhamdulillah quloqqa qilib, yo subhanakallohni o'qiblar, yo bir rakat o'qib yoki 2 rakatni o'qib shu attahiyat o'qimani buzvatsak, nima deydi sunnatni shu desak, o'chamizda shu buzvatgan ash namozimizdagi sunnat namoz, nafl namozining o'zini qazo qilmasak, o'chada bo'lmaydi. O qazosi qilish nima u? Vacip. Qandaki farz namozdagi o'zini shu qazosi qilib, ya'ni o'zi vaqtida o'qiyolmay, uni qazosi qilish vojib bo'lganda, bu nafl namozniki mo qazosi qilish vojib bo'ladi. Endi farz namozdagi o'zida farz namozdagi ana namozdagi qanchadan rukuni va ichida 6 dan rukun. 6 dan rukundagi birisi nima qilish? Takbir, qiraat, qiyam, ruku, sujud, tashahhud. Bu odam agar tin saqlam turib, o odamniki hech qanday bir kasal yo'q. Mushundaq turib bu odam namozni rasmiy o'tirib o'qish kerak. Ruku qilib o'qish kerak, sajda qilib o'qish kerak. Bekor o'zirsizlar. O'changizni ma odam o'ltirib olgan, men o'ltirma deb mundaq qilib qo'yib, u tin saqlam holatda ruku qilmay, masalan rukuda qilmay, sajda qilmay, qiyam qilib bunda o'rtib qilmasa, o'changizni namoz bo'lmaydi. Ammo men nafl namozni bunda qildim. Agar bu odam nafl namozidagi o'zini o'rtirib boshlabdi. Allohu akbar deb. Anadaki bu odam endi bu o'zursiz. O'zursiz andikin bu odam qanday qilibdi? Mesela bir rakat o'ltirgandan keyin, o'qigandan keyin andan keyin o'ltiribdi-da. O'ltirib ketib, yo yerib ketmabdi, yoki qayr emas ekan. Unda o'qsa bu ne bo'lgan bo'ladi? U durust. Ama farz durust emas. Farz durust emas. Nimishqadida bu bir sunnat. Sunnat bo'lgandaki shundaq sunnatlik ishida bu nima o naati bunida farz namoz qilgan vaqtida sunnat namozniki o'zida ba'zi ishlar kelmaydi. Şu oturup okusaq mı olur sünnet namazındaki, nafl namazındaki üzerine? Şu bazı alimler, bazı adamlar şu bazı namazın üzerine nafl namazı oturup okuduğu adeti çok var. Hem de şunda kısmı duruz, lekin o mekruh. Yani Allahu Ekber deyip örtüp kulakka kip onu bir rekat ya ki yarım rekat okuyan diye oturup okuyayım dese o duruz. Ama namazın üzeri savabı çok kamıp kalıdı. Yani mekruh namaz çok buludu. Hem de hoş. Endi biz endi nafl namoz dedik. Nafl namozning ichidan sunnat rotib bo'ldi. Undan boshqa nafl namozniki ichida mana musab, mana namoz bo'ldi, sunnat rotibidan boshqa. Bu bo'ldi. Endi undan boshqa, masalan, oyatda deganimizda kechida o'qiydigan chashvoq namoz va hokazo dedik. Endi bu yerda deydi, kechida o'qilgan namoz 2 rakat tur, bir salom bilan. Keçide bu adam teheccüd namazı okumakçı. Yakin teheccüd, yakin başka namaz okumakçı olan olsa, ben o adamdaki özü 2 rekat okuş gerek. 2 rekat, her 2 rekatta okup bir salam verip, her 2 rekatta okup bir salam veriş çok gerek. Yakin o adamdaki özü, bana
4 rakat, ya 6 rakat, ya 8 rakat okusu bo'ladi. Mesela 2, 4, 6, 8. Yani 4 xil okusak bo'ladi. Mana 2 rakatni o'qib salom berib, yoki 4 rakatni o'qib salom berib, yoki 6 rakatni o'qib salom berib, yoki 8 rakatni o'qib bir salom berib qilsak bo'ladi. Bu to'g'riliq Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nimasi va hadisi bor. Şu hadisga asosan bu bo'ladi endi. Kechilik namoz bu shu. Endi 8 rakatdan o'shib qilib masalan 10 rakatga bir quloqqa qan petimla 2dan o'qib, işte o'qib, unidagi anadagi qanday qiladi 10 rakatda o'qigancha oxirida o'ltirib bir salom qilish bu makruh. Bu nima emas? Durust emas chu. U durust emas. Nima ish qilsa Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadislar 8 rakatgacha bo'lgan. Salaflardan, sahabadan rivoyat qilgan asarlarda 8gacha bo'lgan, uni ushg'ichi yo'q. Unda uni ush qilib qo'ysak, uni bo'ladi, makruhchi bo'ladi. Endi kechiniki namozi, kecha kunduz o'qilgan namoz 2 rakat yoki 4 rakat bo'lsa bo'ladi. Mesela kunduzi, mesela çarşvah namoz, shunday yoki boshqa bir davomli namoz. Chunki men namoz deganiki asli u odamniki nima ekanligini bilsa, davomli namoz o'qiydi. Meni bu namozning o'zi Payg'ambar sollallohu qurrati ayin degan. Meni butkul vujudimda ko'zimning nimaga qarchig'i. Ya'ni meniki eng xo'shal bo'lgan narsam namoz degan. Shunga payg'ambarlarniki bir nimasi aloyligi men namoz. Namoz degan bu eng cho'ng ibodat. Bütün ibodatniki asos markazi nega joylashgan? Namoz bo'lib joylashgan. Namozning ichida men tasbih va, zikr va, duo va, ruku va, sajda va, mush ibodatning hammasi ashning ichida mujassallashgan. Unda o'g'aniki shu an islom dinimizdan la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degandiki eng birinchi farz qilgan namoz. Namozning oldiga o'tadigan ikkinchi nima ish yo'q. Shu o'limalarimiz namoz o'qimagan odamniki o'zini agar uni inkor qilib o'chan o'zida yoki yengil sanab undaqsi dindan chiqadi deydi. Shu o'limalarimiz buni o'ttirsida o adam namoz o'qib dindan chiqqan o'ltirimiz deydi. Bizniki Hanifi mazhabda yo'q, uni 3 kun muhlat beramiz. O odamni nima jihatdan o'qimaydiganligini so'raymiz. So'rab agar u odamning o'zidan kallasida ba'zi bir xato, g'um, bunda bir narsa olsun hal qilamiz. Tushundiramiz. Sen unda qilmasang bo'lmaydi deb tövbe qilmas qo'yatimiz. Agar uni olmasa, andaki qilmaymiz deydi. Yine ba'zilar yo'q, unda o'ltirsak bo'lmaydi, din chiqmagandan keyin, dindan chiqib ketmagandan keyin deb Payg'ambar boshqa hadislar asosan undaqcha deydi. Shu bu namoz islom dinimizda bek muhim. Endi kunduzi qancha rakat o'qiyotganmiz? 2 yoki o'qimoqchi bo'lsak 4. Buni da 3 o'qilinmaydi. Ya 6 ya 8 qilsaqchi bo'lmaydi, ammo kechida 2 rakat o'qiydi, yo 4 rakat o'qiydi, yo 6 ya 8 buni yordon. Bu ama gündüzde 4'ten 3'cuk kılınmaydı. Lekin afzal bu kechi gündüzde o'qiydigan nafl namozning eng yaxshisi qavu 4 rakat. Kechisi 4 rakat, kunduzi 4 rakat o'qish, nafl namoz o'qib qolsak bu eng yaxshisi bu. Ammo 2 rakat o'qsam bo'ladi. Ya kechida 6 ya 8 rakat o'qsam bo'ladi durust. Lekin eng yaxshisi 4'ten mustaqil nima qilish kerak? O'qishchi eng qiyin bo'lgan bo'ladi. Afzalchi bo'ladi deydi endi. Mana bu odam kunduz o'qiydigan namozga 4 rakatga bir salom bilan nima qilmaydi? U ziyodachi qilmaydi. Mana 4 rakatga kunduzda 4 rakatdan 6 rakat qilib o'qiyman demaydi. Uchan 4 rakat o'qiydi, bir salom berdi, uni bilan nima qiladi? Tugidi. 6 rakat berib salom berib, yeni 8 rakat o'qib yoki salom berib, undaqchi bo'lmaydi. Bu deydi. Endi unda olgandan keyin mana bu namoz eng katta ibodat bo'ldi. Buning ichida o'rtug'an holatimiz bo'ladi, ruku qilgan holatimiz bo'ladi, sajd qilgan holatimiz bo'ladi. Endi bu holatning ichida qaysi afzal? Men o'rtirib ibodat qilib, toz qiroatni jiq o'qib, bir pora yo 2 pora o'qig'imiz yaxshimi? Yoki bo'lmaydi, rukuni uzun qilib, sajdini uzun qilib, bunda o'qig'imiz yaxshimi desa. Endi qiyomni mana namozning ichida o'rtirib, mushundaq o'rtishniki o'zini mana nimadan saydidan mana qiyomni uzun qilish
Mana saydini jiq qilishda nima o afzal. Jiq saydi qilib mana qiyamni az o'qib, qiyam to'g'rida az oyat o'qib, saydini jiq qilma deganlikdan o'chog'ingizda qiyam to'g'ri vaqtingizda masalan bir pora ya ikki paradek işte o'qib qiyamni uzun qilib, saydini bir ikki qator ya to'rt qator qilib, munda qilsak o nima deymiz, o afzal deymiz. Ammo o'chog'ingizda Sörneki özünü az, sörnü okup, rukunu bir jiq qilib, mesela 10-15 rakat okusa ruku jiq bo'ladi ya, saydimi shundan jiq bo'ladi. Unda qilsa mı bo'ladi? Yo'q bo'lmaydi. 2 rakat nafl namoz o'qib, masalan, qiyomni zemese her bir rakatimiz bir pari bir o'qib, uningdagi cho 2 rakatda yana bir parni o'qib, 2 pari o'qib, 2 rakat qilsak o'chada ruku qancha bo'ladi? 2 bo'ladi. Saydi 4 bo'ladi. Mana bunda qilsak nima? O eng afzal. Ama unda qilmay, her bir rekatte, her bir pari nimada, bir varaqta. Bir varaqniki o'zida bir sapida bir ruku qilib, bir rakat o'qib, yana bir sapida bir ruku, bir pari o'qiyotib, 20 rakat o'qib, 20 ruku qilib. Masalan, 20 ruku qilib, ya 40 ruku qilib, o'chaning o'zida bunda qilsam u bo'ladi. O sal unidan qiyomni uzun qilib, ya'ni qiroati jiq o'qiganimiz nima u? Yaxshi deydi. Endi Yeni birisiga qiraat nafl namozniki rakatlarniki hammasi da vojib. Farz namozi qandoqda? Farz namozniki 4 rakat o'qib qolgan bo'lsa, uniki avvalgi 2 rakatida qiraat qilish farz. 2 rakat oxirgi 2 rakat nimati o? Sunnatdi. Yani alhamdulillah qo'shib o'qish bu sunnatdi. Uni o'rniga boshqa zikr tasbih o'qisak ham bo'ladi. Ammo nafl namozniki o'zida her 4 rakat okusak ya 2 rakat okusak ya 6 ya 8 rakat okusak her bir rakatta qiraat qilish vojib bo'ladi. Agar shu farz namozi, nafl namozining o'zidan shu bir rakatida bir qiraatni tark etib qo'ysak, o'chog'imiz namoz uchun bo'lmaydi. Ammo farz namozi uchun 2 rakatda o odam qiraatni qilib, qolgan 2 rakatniki oxirgi 2 rakatning o'zida qiraat qilmay boshqa narsa o'qisim nima o durust. Ammo nafl namozi uchun bo'lmaydi. Mana islom dinimizdagi mana nafl namoz sünnet olsun, mustahab olsun yoki boshqa bir sünnet nafl namozlar olsun, mana mushu shaklda o'qisak, mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki mana sallu kama ra'aytumuni usalli. Men namoz o'qigandek, sizlar men namoz o'qigandek nima qilinglar? Namozchi o'qinglar. Meni namoz o'qib qanday ko'rganman shunda namoz o'qinglar dedi. Biz ham yuqorida men mush shaklda o'qisak, mayli farz, mayli sunnat rotiba va undan boshqa nafl namoz. Meni masha oyat yoqi deyilgan. Mushunda o'qsa payg'ambar sallallohu aynan o'qigan bo'lamiz. Biz mushniga nima qilamiz? Agishimiz. Mushtacho agishimiz. Undan keyin meni hammamizni Alloh taolo meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki mushu sunnat bo'yicha amal qilgan, nafl ibodat noydi jiq obdan qilgan, sunnatda bo'lib bildigan shu bo'yicha amal qilgan haqiqiy taqvo, muttaqi, solih meni farzandlardan, meni yoshlardan, shunda bolalardan cho'q qism sahobalarniki ko'pinsiz nimati yoshdi. Ali roziyallohu ta'ala yosh, Abdullah Mas'ud roziyallohu ta'ala yosh, Abdullah Mas'ud roziyallohu ta'ala yosh. Men yosh. Yosh bola 14, 15 yosh, 12 yosh musulmon bo'lib, mana cho'ng ishni qilayotgan. Meni Alloh taolo hammamizni shu yosh sahobadak ashta xizmat qilganga Alloh muvaffaq qilsin. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.